Bo'lib o'tgan O'zbekiston-Rossiya media forumi davomida tomonlar o'zaro bir qancha masalalar bo'yicha takliflar bilan almashishdi. Onlayn forumda qatnashgan VGTRKning xalqaro aloqalar bo'yicha direktori Pyotr Fyodorov so'z boshida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro iliq munosabatlarni alohida qayd etdi. O'zbekiston yangilanmoqda, ko'p narsa o'zgardi, lekin millat samimiyligi, mehmondo'stligi va bag'rikengligi o'sha-o'shaligicha qoldi. Sovuq urush davrida bolalarning hech biri mehribonlik uylariga joylashtirilmadi. Aksincha, o'zbek ayollari ularni o'z jigarbandlaridek qabul qildi. 1979-yili futbol bo'yicha Paxtakor jamoasining fojiasi sizda qanchalik qayg'u bilan eslansa, bizda ham xuddi shunday. Почему я об этом рассказываю? Потому что для меня это живые факты, потому что эта связь с Узбекистаном, она сердечна, она естественна. Nega bu haqida gapiryapman? Chunki bular men uchun hayotiy faktlar. O'zbekiston bilan bo'lgan aloqa yurakdan. Ana shunday do'stona munosabatlarni ommaviy axborot vositalari sohasida ham rivojlantirish kerak. Ayniqsa telekanallarimiz o'rtasida ma'lumot almashuvini yo'lga qo'yish, ikki davlatda bo'layotgan yangiliklarni keng yoritish hamda fake, ya'ni noto'g'ri xabarlarni birgalikda chetlab o'tishni amalga oshirishimiz kerak. Rossiya tomonidan ishtirok etgan navbatdagi spiker ommaviy axborot vositalari faoliyatida muhim o'ringa ega bo'lgan so'z erkinligi mavzusiga to'xtalib o'tdi. Rossiya so'z erkinligi borasida 30 yilni bosib o'tdi. O'zbekiston bu borada 5 yillik tajribaga ega. 30 yillik muddat ko'rsatdiki, so'z erkinligidan turli maqsadlarda foydalanish mumkin. Hozirgi kunga kelib biz so'z erkinligini ijodiy vosita sifatida ishlatishni o'rgandik. Lekin o'ylaymanki, bizning uzoq yillik tajribamiz O'zbekiston uchun muhim va biz bu bilan bo'lishdan mamnun bo'lamiz. Ko'ryapmiz, jadalligi bilan media sohani rivojlanib borishi axborotda almashinuvni tezkorligiga olib kelyapti va bu yerdagi hozirgi zamonaviy texnikani bilishi ham juda muhim. O'tkazilayotgan media forumimiz davlat rahbarimiz Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi arafasida bo'lib o'tmoqda va bu yerda biz nafaqat bu yerdagi media soha yo'nalishidagi malaka oshirish yoki o'quv kurslarini hamkorliklarini belgilash, lekin shu jumladan O'zbekiston haqidagi ma'lumotni Rossiya va Rossiya orqali butun jahon hamjamiyatiga yetkazish, O'zbekistondagi olib borilayotgan islohotlarni butun dunyoga yetkazib borish, bu yerdagi yaratilgan sharoitlar, O'zbekiston butun jahon bilan, butun xalqaro tashkilotlar bilan yirik xorijiy kompaniyalar bilan ishlash ishtiyoqini ko'rsatib berish imkoniyatini yaratadi. So'zga chiqqanlar bu kabi forumlar ikki davlat o'rtasidagi do'stona aloqalarni yanada yaxshilash, shuningdek ommaviy axborot vositalari vakillari o'rtasida o'zaro tajriba almashish, jurnalist va muxbirlarning malakasini oshirishga ham ko'mak berishini ta'kidlab o'tishdi.